Tak, assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Keyingi darsimiz уже Livingni boshlaymiz. Living onlayn darslarini, ya'ni 3-modul. Matrixdagi 3-modulda. Tak, bu yerda inglizcha yozilgan. Inglizchani kimdir tushunsa juda ham yaxshi. Agar tushunmasangizlar, ruscha topshirsa ham bo'ladi imtihonni. Demak, men ruscha qilib oldim. Demak, aytyapti. Какой протокол используется для безопасной передачи информации через интернет? Internetda xavfsiz biron bir axborotni qanday qilib какой protokol передачи xavfsiz informatsiyani qanday qilib bir-birimizga uzatishimiz mumkin? Qaysi sayt orqali? Saytga e'tibor beradigan bo'lsak, eng oxirida agar https bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol jo'natsak bo'ladi. Ya'ni bu security degani. Mana oddiygina o'sha Matrixni anonsini ko'radigan bo'lsak, boshida qarangizlar, mana bu yerda https deb boshlayapti. Bundan bemalol qo'rqmasdan foydalansak bo'ladi. Tak, FTP emas, TCP/IP ham emas, HTTP ham emas. Demak, keyingisiga o'tamiz. Tekshirib ko'ramiz, to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana so'zlar to'ppa-to'g'ri ekan. Demak, o'zi ham aytyapti, Hypertext Transfer Protocol Security. Используется для безопасной передачи информации через интернет. Keyingisiga o'tamiz. Tak, keyingisini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana bu yoqda pechenye, xlebni, krochka berib qo'ygan. Buni inglizchaga o'tkazib olamiz. Demak, birinchisi, ya'ni moslashtiring degan bu yerda HTTP qaysiga to'g'ri keladi? Bunga birontasiga to'g'ri kelmaydi. HTML, bu yoqda language used to create web pages deb qo'yapti. Ana endi bu yerda sokke fayllar, ya'ni internetga kirganimizda, biron bir saytga kirganimizda o'zimizda aytadi, inglizchalab so'raydi, sokke fayllarni qabul qilasizmi yo'qmi deb. O'sha qanaqa fayllar deyapti? Bu tekstli fayllar. Mana bu yoqda spetsial mana ikkalasini aytib ketyapman, chunki bular tarjima qilinganda, ruschaga tarjima qilganda что-то не то tarjima bo'lyapti, xlebniy krochka, pechenye deb qilyapti. Shuning uchun mana sokke degani o'sha mana bu yerda tekstli fayllar. Brand Group bu yerda o'sha saytdagi qiladigan ishimizni faqatgina ko'rib o'tiradi. Yana qaytarib o'ziga o'tkazib qo'yaman. ISP. Tak, bu yerda o'zimizga internet xizmatlaridan foydalanishimizga o'zimizga yordam beradi. Ya'ni provider desak ham bo'ladi. Mana hozir ruschasiga o'tkazib olamiz. HTML. Язык, используемый для создания веб-страниц. Keyingisi интернет-провайдер, bu компания, которая подключает пользователей к интернету. Mana bunisi o'sha sokke fayllar. Mana tekstoviy fayllar deb aytyapmiz. Hamda mana bu yoqqa keyingisi edi, позволяет пользователям повторять свои действия на veb-сайте. Так, keyingisiga o'tamiz. Tak, mana bu ham to'g'ri ekan, to'rtalasini ham to'g'ri belgiladik. Keyingisi. Tak, bu yerda o'zimizga aytilyaptiki, ya'ni Google anamda turganida Google'ga emas, avtomatik o'zimizga bing.com degan saytga kirib ketsin deb aytyapti. Ya'ni agar ruschasiga oladigan bo'lsak, включите кнопку домой. Domoyni agar bossak, brauzer Chrome'da shunaqa narsa bo'lsinki, bing.com ga kirsin deb aytyapti. Buni qanday qilamiz? Buni oddiygina mana настройкасga kiramiz. Mana uchta tugmanimda bosib, settingsga kiramiz. Tak, bu yerdan mana bunga kiramiz. Yo'q. Showga kirdik. Shengni bosdik. Keyingi safar ochganida 3 ta W nima deb aytdi? Bing.com. Demak, bu yerga yozamiz 3 ta W bing.com deb yozdik. Shuningdek, OK tugmasini bosdik. Bu yerda mana Google deb qo'ygan, buni o'zgartirmasak ham bo'ladi, shunday ham kirib ketaveradi o'zi, chunki biz o'zimiz mana bu yoqqa kiritib OK ni o'zi bosib qo'ydik. Keyingisini bosamiz. Mana qilgan ishimiz to'ppa-to'g'ri bo'ldi. Ingliz tilida ko'radigan bo'lsak ham xuddi o'sha ishlarni ketma-ket bajarib ko'rdik. Keyingisiga o'tamiz ustozlar. Amaliy hozirda bajarib ko'rdik. Keyingisi ham amaliy ekan. Настройте Google Chrome для автоматического заполнения web-form в один клик. Bir marta bosganimizda o'zi avtomatik to'ldirib tashlasin deyapti. Nimadir yozganimizda avtomatik to'ldirib tashlasin deyapti.
Tak, один klik bo'ladigan bo'lsa, bu ham settingsga kiramiz. Tak, bu yerda bormi ekan? Bu yerda enablet. Yo'q, bunisi emas. Enablet ya'ni yo'qib qo'yish. Tak, bunisi ham emas. Avtomatik yo'qsin deyapti. Hoppa, mana bu ekan. Ana bosib qo'ydim. Enablet. Tak, pastdagilar ham bunga to'g'ri kelmaydi. Tak, yoqib qo'ydik-ku, keyingisiga o'tamiz. Так, mana aytyapti, to'g'ri bajarganmiz. Ya'ni parallel forma anonsga kirib, включите автозаполнение. Xuddi o'sha ishni bajardik, o'zimizga to'g'rilab berdi. Endi keyingisiga aytyapti, какой пример является добросовестным использованием. Создание резервной копии приобретенного вами программного обеспечения. To'g'ri kelyapti bu narsa. Kopирование отдельных писем, а не всего альбома. Yo'q, bu отдельно bo'layotgan bo'lsa bo'lmaydi. Создание копии программного обеспечения для использования в классе, поскольку вы можете позволить себе его купить. Yo'q, agar ponni sotib oladigan bo'lsang, hamda faqat klassdan ishlatadigan bo'lsak, bu narsadan foydalana olmaymiz. Создание копии электронной книги и распространение bo'ldimi, уже добросовестныйga kirmaydi. Birinchisi ko'proq to'g'ri kelyapti, tekshirib ko'ramiz. Mana tekshirib ko'rdik, hammasi to'g'ri keldi. Mana объяснение degan joyini ko'proq o'qishimiz kerak, chunki bu yerda o'zimizga tushuntirib beradi. Nimaligini, aslida mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Mana bu yerda faqat savol-javob bilan yodlash bilan hech narsa kechmaydi. Faqat o'zimiz buni mazmunini bilib olishimiz kerak. Shunda bemalol qo'rqmasdan imtihon topshirsak bo'ladi. Aslida bu yerda mazmun. Так, где на веб-странице вы скорее всего найдете кнопку или ссылку выхода из системы. Так, sistemadan chiqish uchun o'zimiz saytni qayerdan topsak bo'ladi? Внизу справа, eng pastda o'ng tomonda deb aytyapti. Вверху страницы под logotipim sayta. Saytning yuqori qismidagi logotipini ostidagi buni bossak, o'zimiz saytdan polni chiqib ketamiz. Где скорее всего найдете кнопку или ссылку выхода из сайта. Так, mana bu narsa вверху страницы под вашим именем или фотографией. Mana bu narsa to'g'ri kelyapti. Внизу слева bu narsa unchalik to'g'ri kelmaydi. Agar o'zimizning rasmimiz bo'lsa, o'sha orqali bemalol chiqsak bo'ladi. Tak, chunki o'zimiz o'sha saytga registratsiyadan o'tib kirgan bo'lamiz. O'sha orqali chiqsak bo'ladi. O'zimizning rasmchamizni bosib, pastdan выходni bosib chiqib ketsak bo'ladi. Так, Bing, Twitter, Facebook, Google. Какая из этих компаний предоставит вам учетную запись электронной почты? Yo'q, mana Bing ham, Twitter, Facebook ham o'zimizga elektron pochta ochishga yordam bermaydi. Bu yoqda Google avtomatik o'zini ichida bor, shu orqali bemalol o'zimiz elektron pochta ochsak bo'ladi. Ya'ni gmail.com ko'pchilik foydalanadi-ku. Xuddi shu narsaning. Tak, undan ham tashqari mana bu yerda botimizga kiritib boryapmiz. Hammasini ustozlarning o'zi bilan ochib ko'rpagan tashlab boryapmiz. Kim ishlayapti? Qanday ishlayapti? Bal nechiga yetyapti? Shu yerdan ham o'zlarini bilimini baholab olsalar bo'ladi. Tak, mana hammasi kiritilib borilyapti. Bundan ham tashqari agar bunisini olib tashlaydigan bo'lsak, mana Google Formsda ham testlar kiritilgan, savol-javoblar. Mana bu yo'g'ir ruscha, pastdan xuddi shuni o'zi o'zbekchasi tashlab o'rilgan. Keyin bu yo'q hozircha ruscha ketyapti, undan keyin o'zbekchasini ham qo'shib tashlasak bo'ladi. Mana. Agar ko'radigan bo'lsak, bundaqa testlarimiz juda ham ko'p. Misol uchun har bittasi tinimsiz kiritilib boryapti. Mana misol uchun yana keyingisi mana bundaqa testlar. Mana rus-o'zbek qilib kiritib ketilgan. Ho'gazo testlarni bajarib boryapmiz. Ko'rpaga tashlab boryapmiz. Ular o'zlarining bilimini mustahkamlab boryapti. Asosan bu yoqda mana Matrixda qaysi ishladi, qaysi ishlamadi, hammasini birma-bir ko'rib boramiz. 3 ta modul ham hammasi bor. To'liq. Bemalol o'rgansa bo'ladi. Qiyin joy yo'q.